Shifokor qabuliga borganingizda sizga qanaqadir analizlar, ya'ni laborator va instrumental tekshiruvlar o'zi kerakmi? Assalomu alaykum. Bizning hurmatli kuzatuvchilar va obunachilarimiz, bizni xalqimiz orasida eng ko'p berilgan savollardan biri shu. Ya'ni shifokor qanaqadir laborator, ya'ni qanaqadir analizlarga yoki instrumental rentgen yoki MCT, KT tekshiruvlarini yoki boshqa bir tekshiruvlarni yuborganda xalqimiz orasidan beriladigan savollardan biri. Ya'ni shu analizlar yoki shu tekshiruvlar bizga kerakmi degan savolni bugun ochiqlasak. Bugun antiqa yo'lga o'tdik. Bizda misol bemorlar murojaat qilganda obyektiv ko'rikda biz 30% yoki 40% ma'lumotga ega bo'lamiz. Bemor hech qanaqa dori vositalar ichmagan bo'lsa, biz o'zimizning tavsiyalarimizni bergan holatda biz davolash kursini boshlaymiz. Lekin boladan misol qanaqadir davolash kurslarini boshqa pediatr yoki boshqa shifokorlar tomonidan davolash kurslarini olib kelgan taqdirda samara ko'rmagan bo'lsa, kechirasiz, bunaqa paytda bizda tekshiruvlar kerak, shart. Va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan normativlarga ko'ra ham har bitta kasallikning o'zining tekshiruv yo'nalishlari va etaplari mavjud. Shuning uchun bemor tomonidan bu savolni o'zi noo'rin, shifokor tomonidan berilgan, endi ishonchli shifokor, har qanaqa shifokor emas, ishonchli shifokor tomonidan berilgan har qanaqa analizlarni men sizga o'rinli deb bilaman. Ya'ni ba'zi bir tekshiruvlarni laborator tahlillari asosida, ba'zi bir tekshiruvlarni esa instrumental, ya'ni rentgen, KT, MRT va boshqa bir diagnostik uskunalar yordamida tekshirilganda aniqlanadi va to'g'ri tashxis qo'yish va keyingi taktikalarni to'g'ri olib borish uchun kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.